sansızlığan şehitlerinin canları, kanları bedeliga kelgan edi. Tajovuzga Xitoyni titratgan edi barin şehitleri. Zalim Xitoyning yuragini qanatgan edi shahodat tug'ini ko'targan g'ulji shehidlari. Quruq qo'llar bilan ishg'oliyatchi Xitoylarning qalbiga qo'rqinch solgan edi Urumchi shehidlari. Xitoyning eng vahshiylashgan mazgillarida ko'krak kelib chiqqan Yakan shehidlari, Boy shehidlari, Bugur shehidlari Xitoyning qurol kuchi bilan bu xalqni bo'ysundurolmaydiganligining amaliy isbotlari edi. Bu zimindagi zulm har qanday joydagi zulmga o'xshamaydi. Bu ziminni ta bugunga qadar g'aljirlarcha tilg'ayotgan, qonga bo'yayotgan zolim hech qanday zolimga o'xshamaydi. Xuddi ochko'zligiga o'xshashla shafqatsizligining cheki yo'q. Bu zimindagi shehidlarmi hech qanday shehidlarga o'xshamaydi. Ayni vaqtda ko'chalarni titratib mangan, Xitoy ishg'oliyatchilariga nari tortib etilgan arslonlar buning bors kelmas yo'l ekanligini aniq biladi. Ammo orqasiga chekinish xiyoliga kelib chiqmaydi. Ko'z oldida azimatlardan ayrilgan onalar yosh to'kkan. Ammo bu qayg'u yoshlari emas, balki halol suti bilan cho'ng qilib, el uchun otigan bahodir qiz o'g'illarining shehidlik sharbati ichkinini ko'rganida to'kilgan rozimanlik yoshlari edi. Bu ko'zlarda yaltirab turgani ojizlik, chorisizlik emas, balki zolimga qarshi chaqnagan g'azab, nafrat, qisos o'ti edi. Allohning yo'lida shehid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan. Balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohidagi rizqdan bahramand qilindi, deydi Alloh taolo. Allah şehitlerini halig'ini so'rashga buyurganida ular qaytadan tirilishni, yana bir qatim shehid bo'lishni tilaydi, deydi Rasululloh. Bu muqaddas oyat va hadislarning faqat zikr qilish uchun emas, balki hayotga tatbiqlash uchun nozil qilinganligini, Alloh yo'lida o'z vatanining, xalqining hurligi uchun jonlarini otgan mu'minlarning shehidlar qatoridan ekanligini xalqqa to'g'ri yetkazgan edi o'limalarimiz. Labbaykalloh degunicha otlangan edi hayotning mohiyatini, o'z majburiyatini haqiqiy tonigan bahodir o'g'il qizlarimiz. Zindonlarga umrlik mahkum qilish, o'q tutish, qahraton qishda suv chechib tumitish, narsidalarni qo'shib butun yurt ahlini qirib tashlashda qabihliklar iymon bilan sug'urilgan fidokorlik ruhining ko'klishini to'sib qololmagan edi. Xitoy tajovuzchilari ishg'oliyatning oldi keynida qilch to'xtatmagan, hozirga qadar davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchiliklar orqali Sharq Turkiston xalqining diniy, milliy kimligini o'chirishga, mangulik bo'ysundirishga, butunlay yo'qotishga urinib keldi. Ammo bir-birining izini besib chaqnagan olim o'limalar, akademiklar, siyosiyonlar, adiblar, jamoat arboblari Xitoyning bu ham xiyollarni barbod qilib keldi. Ikki jumhuriyat mezgilida tarixda doston bo'lg'udek fidokorliklari bilan hozirgacha yod etilib kelayotgan Sobit Davullar, Ilixon To'ra, Usmon Boturlar, ishg'oliyatdan keyin sonsizlagan o'limalarni, mujohidlarni, tashkilot rahbarlarini yetishtirib chiqqan Abdulhakimxon Mahsumoji, Uyg'ur xalqining diniy ma'arifi va ilm sohasiga zo'r tuhfalarni qo'shgan Muhammad Solih Damullar, Xitoyning tasavvur qilg'usiz terror siyosati ostida ta'lim, tarbiya, da'vat xizmatlaridan to'xtab qolmagan Kerem Qolim, Abdulahad Mahsumoji, Abdulhamid Damullar, muhojiratda Sharq Turkiston mujodilasining mash'ilini ko'targan Muhammad Amin Bug'ra, Abdulhakimxon Mahsumojilar va boshqa sanab tugatgili bo'lmaydigan yo'lboshchilar, olimlar o'z burchini ado qilib, shehidlik libosini kiygunicha Robbining huzuriga safar qilgan bo'lsa, Barindagi, G'uljidagi, Urumchidagi, Ilishqudagi, Boydagi, Bugurdagi shehidlar Xitoy ishg'oliyatchilarining yuragiga qo'rqinch, tarixga o'chmas iz,
ve evlatlarda ölmez ruh kaldırıp gitti. Allah'ın yardımı hakikaten yakındır diyen ayet bizge her vakit ümit, işenç bağışlasa, her qandaq bir kavm özünün ahvalini özgertmeyince Allah ularning ahvolini o'zgartmaydi degan oyat ruhimizni silkib, burchimizni qaytadan tunishga undaydi. Haqiqatan Sharqi Turkistonda insoniyat tarixidagi misli ko'rilmagan jinoyatlarni ijro qilayotgan Xitoy tajovuzchilarining kun siri kuchayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlari ularning qalbidagi vahimani, andisini ta'til sanoq bilan yiqilishayotgan zavolliq kunlarini oshkorlab bermoqda. Sharqi Turkistonning ichki sirtida yana sonsizlagan xalqimiz shahidlarning izini besib, aziz vatanimizni ishg'oliyatlardan poklash uchun tayyor turmoqda. Qo'lida pichoq ularga etildi, o'q uzishdi, o'q yomg'irida jon berdi, sovuq asfalt yo'lda. Allah yo'lida o'lganlarni o'lik demanglar, sifatidagi o'likka aylandi. Men can qayg'usida o'limtikka aylandim. O'likdan farqsiz, çaresiz, plansizligimga emas, etilib o'lganlarga, qora qishda sovuq suv chechilib o'lganlarga, lagerda uzundan uzun qiynalib o'lganlarga, ochliqdan sarlanib o'lganlarga, o'tkazganda so'linib o'lganlarga achindim. Ular tirilish uchun uxlashdi. Men tekrar o'lish